Assalomu alaykum. Qulog'imda shovqin va boshning orqa tarafida og'riq bor. 2 yillab bo'lib qoldi. Bu holatingizga qulog'ingizda shang'illash, eshitish og'irlashib qolgan holati bo'lsa ham, u shang'illashlar umuman yo'qolib ketadi inshaalloh. 2 yil juda ko'p emas. Endi baribir bu siz bilganingizga 2 yil bo'ldi. Bu hech bo'lmaganda 3-4 yillik kasallik bu sizniki. Chunki buni sababi bor. Bu gapimni 3-4 yillik deyishligimga. Dastlab bu narsalar juda ham tinch holatda bilinadi. Bunga siz parvo qilmaysiz. Sizga qachon murojaat qilasiz doktorga ham, to qulog'ingiz shovqinda, bozor ucharda ham, uyda ham, televizor ko'rganingizda ham mana shu asab shovqini azob bergandan ko'pchilik mana shundan keyin murojaat qiladi-da. Shunga ham hech bo'lmaganda 1-2 yil o'tib qoladi kamida. Endi siz xudo xolasa kelsangiz, asalari chaqtirib muolaja qilib davolab beramiz xudo xolasa. Boshingizga keladigan bo'lsak, boshingizni bitta tekshirtirib olasiz. Yaxshilab tekshirtirib, o'sha kasallikka tashxis qo'ydirib kelsangiz, yanada zo'r bo'ladi. Qiladigan muolajamizni o'rni aniq bo'ladi. Endi sizda bo'lishi mumkin, misol mana ko'p uchraydi boshda qon aylanmaslik, bo'yningizda tuzlar bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga boshqa yaxshi qon yetib bormaydi, nervlarda qisilishlar bo'ladi. Mana shular hisobiga ham og'riydi. Yana boshqa sabablari bor. Xudo xolasa, siz o'sha tashxis qo'ydiring. Keyin mana Umrbek tabib deb Telegramdan yozsangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqadi. Shu yerga yozing. O'zimiz lichkamizga tashlab bering, holatlaringizni ko'ramiz. Bizga tanlovli kasallik bo'lsa, kelasiz, muolaja qilib beramiz xudo xolasa. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida. Umrbek tabib desangiz, o'sha YouTube Telegram kanallarimiz bor. Salomat bo'lasiz.